O'rgimchak odam yangi kun filmi treylerini tahlil qilamiz. O'rgimchak odamga Nyu-York shahri kaliti topshiriladi. Xuddi Tobey Maguire O'rgimchak odamiga topshirilgani kabi va filmda jazolovchi ham qatnashadi. What is happening to me? Bu sahnada Peter Parker hushdan ketib, to'rlar ichida uyg'ondi, balki o'lgan bo'lishi ham mumkin. Sababi Spider-Man The Other Comics'da shunga o'xshash voqea sodir bo'ladi. O'rgimchak odam o'lib, to'rlar ichida qayta tiriladi. Buni qayta tug'ilish desa ham bo'ladi. Treylerda ham reverse so'zi ishlatilgan, agar noto'g'ri eshitmagan bo'lsam. Peter Parkerning ko'zlari qorayishi va Bruce Bannerdan yordam so'rashi undagi o'rgimchak mutatsiyasi izdan chiqqanligi. Lekin u endi veb-shooterlarsiz ham organik to'g'ri oladi. Mutatsiyaning izdan chiqqanligi sababi depressiyada bo'lganligi va Tarantula bilan jangda zaharlanganligi ham bo'lishi mumkin. Treylerda Scorpion, Tarantula, Boomerang va qandaydir ongni boshqaradigan personaj borligini bildik. Scorpion, Boomerang va Tarantulani katta ehtimol bilan Kingpin yo'llagan. Ongni boshqaradigan personajni esa Shatra bo'lsa kerak deb taxmin qilyapman. Navbat esa qizillarga. Bu yashirin zehn klani bo'lib, ular doim o'lmaslik va abadiy hayotga intilgan. Shu sababdan Peter Parkerdagi regeneratsiya qobiliyatini o'zlashtirmoqchi bo'lishadi. Taxminlarimga kelsak, Peter Parker xuddi komiksdagi kabi Man Spider, ya'ni odam o'rgimchakka aylanishi mumkin. Va yana bir taxminim, MJning yangi yigiti Tarantula bo'lishi mumkin. Sababi Antonio Rodriguez, ya'ni Tarantula meksikalik bo'ladi. Bu Brad ham ko'rinishi Meksikaga tortdi. Menda hozircha shular. Treylerda men ko'zdan qochirgan yana qanday sahnalar bor va filmdan nimalarni kutyapsiz?